Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlarga 1001 hadis kitobidan yana bir go'zal hadisni taqdim etamiz. Diqqat bilan tinglang. Bu hadis hayotimizga nur va ibrat olib kiradi. 51 hadis. Ummatlarim uchun eng qattiq qo'rqqan jihatlarim qorin solib semirish, siruyqulik, dangasalik va sust e'tiqodda bo'lishdir. 52 hadis. Amallaringni Alloh uchun xolis bajaringlar. Chunki Alloh taolo xolis amalnigina qabul qiladi. 53 hadis. Diningga xolis bo'l, amallaringni ixlos bilan bajar. Shunda ozgina amal ham senga kifoya qiladi. 54 hadis. Sizlarning chin birodarlaringiz bu xizmatkorlaringizdir. Ularni Alloh taolo qo'l ostilaringdagi mulk qilib qo'ygan. Kimning birodari o'z qo'l ostida bo'lsa, o'z taomidan unga ham yedirsin, kiyimidan kiydirsin va kuchi yetmaydigan ishga buyurmasin. Agar buyursa, o'zi ham unga yordamlashib yuborsin. 55 hadis. Omonat qo'ygan kishining omonatni o'z vaqtida ado eting. Sizning haqqingizga xiyonat qilgan kishiga siz xiyonat qilmang. 56 hadis. Musulmonlardan imkoniyatlaring boricha had-darra urushlikni qaytaringlar. Musulmon kishini iloji topsangizlar, azoblamay qo'yib yuboringlar. Podshohning kechirib yuborib xato qilgani azoblab xato qilganidan yaxshiroqdir. 57 hadis. Shubhalar sababli had urushliklarini qaytaringlar. Ulug' odamlarning xato va kamchiliklarini kechiringlar. Agar Alloh taoloning hadlaridan birortasiga to'g'ri kelib qolsa, shundagina uni ijro etinglar. 58 hadis. Parvardigorim meni husn tarbiya bilan tarbiyaladi. 59 hadis. Alloh taolo uni qabul etishga ishongan holda duo qilinglar. Chunki u zot g'aflatdagi qalb duosini qabul etmaydi. 60 hadis. Alloh taolo senga mol va davlat bergan bo'lsa, u ko'rinib tursin. Chunki u zot o'zining bergan ne'matini bandasida chiroyli bo'lib ko'rinib turishini yaxshi ko'radi. Faqirlikni va o'zini faqir ko'rsatishni yomon ko'radi. Muallif Abdulaziz Mansur 1001 hadis kitobidan. Har bir hadis qalb uchun nur. Shu nurni boshqalarga ham yetkazing azizlar. Kanalga obuna bo'ling. Navbatdagi hadisni o'tkazib yubormang.